Kiyimim g'ijim bo'lishi mumkin, ammo xavfsizlik uchun kamarni taqishni ma'qul ko'raman. Yo'lni narigi tarafiga o'tish uchun men piyodalar yo'lakchasidan yoki yer ustiki yo'llardan foydalanaman. To'g'ri kelgan joydan o'tishni maslahat bermayman. Aha, xo'p. Tushunarli. Hozir yetib boraman. To'g'ri, men shoshib turibman. Lekin hayotimni xavfga qo'yib, tezlikni oshirmoqchi emasman. Yo'ldan o'tayotganda svetoforni yashil chirog'ini kutaman. Sabrli bo'lishimiz kerak. Men piyodalarni hurmat qilaman va belgilangan joylarda ularga yo'l berishga chaqiraman. Yo'lda telefon ekraniga emas, yo'lga qarayman. Hayot o'zimniki. Kimdir menga qo'ng'iroq qilsa, mashinani albatta chetga to'xtatishga harakat qilaman yoki u insonga keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ehtiyotkorlik hech qachon zarar qilmaydi. Allo, assalomu alaykum. Jamoat transportlaridan foydalanishda hech ham shoshilmayman.